Mana navbatdagi gilamimiz yoyib oldik. Xo'p, bu gilamimizni mijozimiz juda ham ko'p kir bo'lib ketgan deb aytdilar. Ayniqsa mana shu kiraverishdami nimadir to'kilib ketgan joyi bor ekan. Kir, dog' bo'lgan joylari, shu joylarni ko'proq e'tibor beringlar dedilar. Yuvish jarayonida yuvib bo'lgandan keyin qanaqa holatga kelganini birgalikda ko'ramiz. Plastringa o'xshagan narsalar ham to'kilgan ekan. Bunaqa joylari ko'p. Mana bu joylarida ham narsalar to'kilgan, Coca-Cola to'kilganmi, o'zlari ham bilmadilar nima to'kilganini. Hozir shuni yuvgandan keyin yana bir ko'ramiz. Bu apparatimiz, texnologiyamiz qanaqa sifatda buni yuvib bera oladi. Boyagi o'sha dog' bo'lgan joylari bir marta yuvib ko'rdik. Hozir ko'ramiz qanchalik ketdi. Mana dog'lari 30% qolgan. Endi bunga hozir yana o'zini maxsus dog' ketkazadigan ximikatlar bilan sepib, yana yuviladi hozir. Bu maxsus o'sha shotdagi to'kilgan dog'larni ketkazish uchun mo'ljallangan dog' ketkazish vositasi. Bu faqat gilamlarga ish beradi. Gilam uchun mo'ljallangan ximikat. Mana ko'rishinglar mumkin. Boyagi dog'lardan asar ham qolmadi. Mana bu yunglari ham ko'tarilib, mayin holatiga qaytib qoldi o'zini. Asosan mana shu joylarda dog'lar rosa ko'p edi. 1 metrcha yaqin joyda. Hech qanaqa dog'lari qolmadi. Mana yuvish jarayonlari tugadi. Ko'rishinglar mumkin. Gilamimizning holati ancha o'zgardi. Boy yuvilmasdan oldingi holatidan ko'ra deyarli yangi holatga keldi. Bu hozir yana qurigandan keyin yana boshqacha ko'rinishga keladi.